Hammaga salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomiz sizning moliyaviy kelajagingiz, ayniqsa pensiya ta'minotingiz uchun nihoyatda muhim. So'nggi paytlarda pensiya tizimida shunday o'zgarishlar yuz bermoqdaki, ko'pchilik ulardan bexabar qolmoqda. Agar siz ilmaygacha ma'lumotnomalarni yig'ib ulgurmasangiz, shunchaki bir necha kun emas, balki butun umringiz davomida olishingiz kerak bo'lgan pensiyaning katta qismidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, balki shoshilinch choraga undovchi xabar. Shu sababli iltimos, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki sizga hozir aytadigan ma'lumotlar hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Keling, avvalo muammoning ildiziga chuqur kirib boraylik. Eski tizimda, ya'ni taxminan 2019 yilgacha aksariyat fuqarolarning mehnat staji asosan mehnat daftarchasiga yozilgan qaydlar asosida hisoblab kelinardi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizning mehnat daftarchangizni qo'lda ko'zdan kechirib, undagi barcha kirish va chiqish sanalarini, ish joylari nomlarini, lavozimlarni sinchiklab o'rganishar edi. Bu jarayon nisbatan oddiy va tushunarli edi. Garchi ba'zi hollarda eskirgan yoki noto'g'ri yozilgan yozuvlar tufayli muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'lsa ham, mehnat daftarchasi shaxsiy qora quti vazifasini bajarardi. Unda sizning butun ish faoliyatingizga oid ma'lumotlar yig'ilgan bo'lar edi. Pensiya miqdorini hisoblashda ham ma'lumotlar ko'pincha mehnat daftarchasidagi oxirgi ish joyidagi maoshlar yoki fuqaroning tanlagan 5 yillik eng yuqori ish haqi asosida amalga oshirilgan. Ammo vaqt o'tishi bilan raqamlashtirish jarayonlari hayotimizga tobora chuqurroq kirib bordi. Hukumat ham ushbu sohada jiddiy islohotlarni amalga oshirdi. Endi biz elektron mehnat daftarchalari davriga qadam qo'ydik. 2019 yil 1 yanvardan boshlab barcha yangi ishga qabul qilingan xodimlar va ular bilan tuzilgan mehnat shartnomalari majburiy tartibda yagona milliy mehnat tizimi YMMT axborot tizimiga kiritila boshlandi. Bu degani, shu sanadan keyingi barcha ish staji haqidagi ma'lumotlar avtomatik ravishda elektron tarzda saqlanadi va pensiya hisoblashda ular to'liq inobatga olinadi. Bu juda qulay va shaffof tizim bo'lib, inson omilini kamaytiradi va xatolarni minimallashtiradi. Ammo bu yerda katta ammo bor. Ya MMT joriy etilishidan oldin bo'lgan mehnat staji haqida nima deyish mumkin? Siz ehtimol yillar davomida an'anaviy qog'oz mehnat daftarchasiga qayd etilgan stajga egasiz. Mana shu joyda ko'plab muammolar paydo bo'ladi. Hozirda pensiya jamg'armasi ushbu eski davrlarni elektron tizimga o'tkazish bo'yicha ulkan ish olib bormoqda. Biroq bu jarayon juda murakkab va vaqt talab qiladi. Ba'zi korxonalar tugatilgan, ba'zilarining arxivlari yo'qolgan. Ba'zi mehnat daftarchalarida esa yozuvlar noto'g'ri yoki tushunarsiz. Natijada, agar sizning 2019 yilgacha bo'lgan mehnat stajingiz elektron tizimda tasdiqlanmasa, kelajakda pensiyaga chiqqaningizda u inobatga olinmasligi mumkin. Bu esa pensiya miqdorining sezilarli darajada kamayishiga, hatto ba'zi hollarda pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishingizga olib kelishi mumkin. Irmay sanasi esa ushbu muammoni hal qilishdagi muhim burilish nuqtasidir. Hukumat shu sanaga qadar ma'lum bir hujjatlarni taqdim etish orqali eski stajni tasdiqlash imkoniyatini beruvchi maxsus mexanizmni joriy etdi. Agar siz ushbu muddatdan foydalanmasangiz, keyinchalik bu jarayon murakkablashishi, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi yoki umuman stajni tan olish qiyinlashishi mumkin. Ya'ni irmaygacha harakat qilsangiz, eski stajingizni elektron tizimga o'tkazish jarayoni siz uchun ancha soddalashadi va kafolatlanadi. Muddat o'tgandan so'ng esa siz shunchaki bir qog'ozni ko'rsatib, men shu yerda ishlaganman deb ayta olmaysiz. Sizdan kuchliroq isbotlar talab qilinadi. Bu esa vaqt va asabingizni yegan. Shuning uchun bu muddat juda muhim. Endi esa eng muhim qismiga keldik. Qaysi uchta ma'lumotnomani aynan bir maygacha olishingiz shart. Va kimlar bunga jiddiy e'tibor berishi kerak? Birinchi ma'lumotnoma, arxivdan mehnat stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomasi. Bu hujjat ko'pchilikni tashvishga soluvchi eng jiddiy muammolardan biri bo'lishi mumkin. Agar siz 2019 yil 1 yanvargacha ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi mehnat stajingizda quyidagi holatlardan biri mavjud bo'lsa, sizga arxiv ma'lumotnomasi suv va havodek zarur ber. Ishlagan korxona yoki tashkilotingiz tugatilgan, bankrot bo'lgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa. Misol, Marhamat opa 1900 yildan 2000 yilgacha paxta tozalash zavodida ishlagan. Bu zavod 2005 yilda tugatilgan va uning hujjatlari viloyat arxiviga topshirilgan.
Marhamat opaning mehnat daftarchasida zavoddagi staji bor. Ammo elektron tizimda bu ma'lumot aks etmagan. Agar marhamat opa Ermaygacha viloyat arxiviga murojaat qilib, o'zining shu zavodda ishlagan davri haqida arxiv ma'lumotnomasi olmasa, uning 20 yillik staji keyinchalik tasdiqlanishi juda qiyin bo'ladi. Uning shu 20 yil uchun pensiya miqdori kamayishi, oyga 300 ming, 500 ming so'm pensiyadan mahrum bo'lishi mumkin. Pensiya yillari davomida bu summani hisoblasak, jami millionlab so'm yo'qotish bo'ladi. Ikki mehnat daftarchangizdagi yozuvlar tartibsiz, noto'g'ri, xira yoki o'chib ketgan bo'lsa, yoki umuman yo'qolgan bo'lsa. Misol, Bobur aka 1995 yildan 2008 yilgacha kolxozda mexanizator bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida kolxozning muhrichlari bosilgan va ba'zi yozuvlar yaroqsiz holga kelgan. Hozirda kolxoz ham mavjud emas. Bobur aka, agar Irmaygacha o'zi ishlagan kolxozning arxiv hujjatlari saqlanadigan tegishli arxivga borib, o'zining o'sha davrdagi ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olmasa, bu 10 yillik staji e'tiborga olinmasligi xavfi bor. Bu uning umumiy pensiya stajining deyarli 3dan 1 qismi bo'lib, pensiyaga chiqqanda har oyda 200 ming so'mgacha kam pensiya olishiga sabab bo'ladi. 30. Mehnat daftarchasida belgilangan tartibda rasmiylashtirilmagan qo'shimcha yozuvlar, tuzatishlar yoki qisqartmalar mavjud bo'lsa. Misol, Dilfuza opa 2000 yillarda maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Ammo uning mehnat daftarchasiga yozuvni maktab kotibasi noto'g'ri kiritib, keyin qalam bilan tuzatgan. Bu tuzatish ustiga muhri ham qo'yilmagan. Bunday yozuv pensiya jamg'armasi tomonidan haqiqiy deb tan olinmasligi mumkin. Dilfuza opa zudlik bilan maktab arxiviga yoki tuman ta'lim bo'limi arxiviga murojaat qilib, o'zining o'sha davrdagi mehnat faoliyati haqida rasmiy ma'lumotnoma olishi shart. Aks holda bu davr hisobga olinmasa, uning umumiy staji qisqaradi va bu uning pensiya miqdoriga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Masalan, har oyda 1 million so'm yo'qotish bilan u uzoq muddatda sezilarli moliyaviy zarar ko'radi. Ikkinchi ma'lumotnoma. O'qish davri haqidagi ma'lumotnoma. Ko'pchilik fuqarolar oliy ta'lim muassasalarida yoki kasb-hunar kollejlarida kunduzgi bo'limda o'qigan davrini pensiya stajiga qo'shish mumkinligini bilishmaydi. Eski qonunchilikka ko'ra, kunduzgi bo'limda o'qigan davr pensiya stajiga qo'shilgan, ammo buni tasdiqlovchi hujjat hozirda muhim ahamiyat kasb etadi. Birini, agar siz oliy ta'lim muassasasida, institut, universitet yoki kasb-hunar kollejida kunduzgi bo'limda o'qigan bo'lsangiz, misol Jamshid 1998 yildan 2003 yilgacha Toshkent davlat texnika universitetining kunduzgi bo'limida o'qigan. Uning mehnat daftarchasida bu davr qayd etilmagan. Chunki bu ish staji hisoblanmaydi. Biroq pensiya qonunchiligiga ko'ra bu davr pensiya hisoblashda inobatga olinishi mumkin. Jamshidga universitetning arxiv bo'limidan o'zining o'qish davri, fakulteti va mutaxassisligi ko'rsatilgan ma'lumotnomani olish shart. Agar u shu 5 yilni stajiga qo'sha olmasa, uning umumiy staji 5 yilga qisqaradi. Bu pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Masalan, uning pensiya miqdori har oyda 100 ming, 200 ming so'mga kamayishi mumkin. Uning hayoti davomidagi yo'qotishi millionlab so'mni tashkil qiladi. Yana bir misol. Nilufar opa 1990 yillarda pedagogika bilim yurtida kunduzgi bo'limda tahsil olgan, keyinchalik maktabda ishlagan. Bilim yurtidagi o'qish davri ham pensiya stajiga qo'shilishi mumkin. Agar Nilufar opa shu bilim yurtidan o'qiganligini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, uning 30 yillik staji yo'qolib ketishi mumkin. Bu esa pensiya miqdorida sezilarli farqni keltirib chiqaradi. 3-ma'lumotnoma. Bolani parvarishlash davri yoki harbiy xizmat davri haqidagi ma'lumotnoma. Ayrim davrlar garchi mehnat faoliyati bo'lmasa-da, pensiya stajiga qo'shiladi. Bu davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar ham muhimdir. 1. Ayollar uchun bolani parvarishlash ta'tilida bo'lgan davr umumiy hisobda 3 yilgacha, farzandlar sonidan qat'iy nazar 3 yildan ortiq bo'lsa ham umumiy 3 yil hisoblanadi. Misol, Zaynab opa 2 farzandining har birini 5 yoshigacha parvarishlash ta'tilida bo'lgan. Uning mehnat daftarchasida bu davr qayd etilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu ma'lumotlar elektron tizimga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilinganda Zaynab opadan bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari asosida bu davrlarni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Shu bilan birga, agar uning mehnat daftarchasida bu davr haqida aniq yozuv bo'lmasa, sobiq ish joyidan, ya'ni buxgalteriya bo'limidan bolani parvarishlash
ta'tilida bo'lganligi haqida ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Agar u bu 3 yilni tasdiqlay olmasa, pensiya stajidan 3 yil yo'qotadi. Bu esa uning pensiyasini o'yga 50.000 yeri 1.000 so'mga kamaytirishi mumkin. 2. Erkaklar uchun harbiy xizmatni o'tagan davr. Misol, Jasur aka armiyada 2 yil muddatli harbiy xizmatni o'tagan. Uning harbiy guvohnomasida xizmat muddatlari aniq ko'rsatilgan. Biroq bu ma'lumot elektron tizimga kiritilganini tekshirish lozim. Agar kiritilmagan bo'lsa, Jasur aka harbiy komissariyatdan yoki mudofaa vazirligi arxivlaridan xizmat davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishi zarur. Bu 2 yilni stajiga qo'sha olmasa, uning pensiya miqdori ham mos ravishda kamayadi. U har oyda 30.000-60.000 so'mdan mahrum bo'lishi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Agar sizning barcha mehnat faoliyatingiz 2019 yil yanvardan keyin boshlangan bo'lsa va sizning mehnat daftarchangiz elektron tizimda to'liq shakllantirilgan bo'lsa, siz yuqorida aytilgan hujjatlar haqida tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Shuningdek, agar sizning 2019 yilgacha bo'lgan barcha stajingiz pensiya jamg'armasi tomonidan rasman tasdiqlangan va elektron tizimda aks ettirilgan bo'lsa, siz ham xavfsiz bo'lishingiz mumkin. Ammo bunga ishonch hosil qilish uchun baribir pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'z stajingizning holatini tekshirib olishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Tekshiruv zararning yarmi. Har bir fuqaroning o'z mehnat staji haqida ma'lumot olish huquqi bor. Hamma narsa har doim ham oddiy bo'lmaydi. Ba'zida qoidalar o'zgacha holatlarga duch keladi va ba'zi jihatlar bir qarashda ko'zga tashlanmaydi. Keling, shu istisnolar, qaltis nuqtalar va noaniq jihatlar haqida gaplashaylik. 1. Qayta hisoblash imkoniyatlari va muddatlari. Hatto siz pensiyada bo'lsangiz ham, agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjatlar bo'lsa, pensiyangizni qayta hisoblashga haqlisiz. Lekin bu 20 gacha taqdim etish muddatidan istisno emas. Yangi qoidalar va muddatlar barcha uchun amal qiladi. Nafaqat pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar, balki allaqachon pensiyada bo'lganlar uchun ham. Tasavvur qiling. Siz 2 yildan beri pensiya olyapsiz. Lekin sizning 5 yillik o'qish davringiz yoki erta bolalikda bog'chada ishlagan davringiz hisobga olinmagan. Agar 20 gacha bu ma'lumotnomani taqdim etsangiz, pensiyangiz sezilarli darajada oshishi mumkin. Hatto o'tgan davrlar uchun ham qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Biroq bu har doim ham avtomatik bo'lmaydi. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz shart. 2. Mehnat daftarchasidagi nuanslar mehnat daftarchangizda stajiga qo'shilmaydi. Xodimning iltimosiga ko'ra kabi yozuvlar bo'lsa, bu nima degani? Ba'zi eski qonunlarga ko'ra ma'lum davrlar, masalan, ishlamay turib uy bekasi bo'lib o'tgan vaqtlar yoki boshqa sabablar bilan ishdan bo'shatish paytida stajga kiritilmagan davrlar bo'lishi mumkin. Yangi qonunchilik sharoitida ba'zi hollarda bu davrlar ham qandaydir tarzda hisobga olinishi mumkin. Lekin bu alohida maslahatni talab qiladi. Eng muhimi, har bir shubhali yozuvni alohida ko'rib chiqish kerak. Ba'zida ish beruvchilarning xatosi tufayli ham staj noto'g'ri qayd etilgan bo'lishi mumkin. Masalan, tashkilot nomi noto'g'ri yozilgan yoki qisqartma ishlatilgan. Bunday hollarda arxiv ma'lumotnomasi aynan shu noaniqliklarni bartaraf etish uchun asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. U tashkilotlar tugatilgan bo'lsa-chi, bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Agar siz ishlagan korxona tugatilgan va uning hujjatlari arxivga topshirilmagan bo'lsa, nima qilish kerak? Bunday holatda siz sudga murojaat qilishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Sud orqali guvohlar ko'rsatmalari asosida ham mehnat stajini tasdiqlash mumkin. Bu jarayon juda uzoq va murakkab bo'ladi. Aynan shuning uchun ham 20 gacha bu ma'lumotnomalarni olish imkoniyatidan foydalanish shart. Chunki muddatdan keyin bu kabi holatlarda sizning ahvolingiz yanada og'irlashadi. Sud jarayonlari uchun yuridik maslahat olishingiz shart bo'ladi. Bu esa qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi. 4. Chet elda ishlagan davrlar. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davrdagi mehnat stajingizni O'zbekiston pensiya tizimiga kiritmoqchi bo'lsangiz, bu ham alohida masala. Ko'pgina davlatlar bilan O'zbekiston pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomalarga ega emas. Agar shartnoma mavjud bo'lsa, chet el stajini tasdiqlovchi hujjatlarni legallashtirish yoki apostil qo'yish kerak bo'ladi. Bunday hollarda ham 20 oy muddati muhim. Bu ma'lumotnomalar ham o'z vaqtida taqdim etilmasa, keyinchalik xalqaro arxivlardan ma'lumot olish jarayoni yanada uzoqroq va qimmatroq bo'lishi mumkin. 5. Yagona milliy mehnat tizimidagi xatolar. Elektron tizim qanchalik mukammal bo'lmasin,
Unda ham xatolar bo'lishi mumkin. Sizning mehnat tajingiz haqidagi ma'lumotlar elektron tizimda noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, masalan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalari noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, bunga e'tibor berish kerak. Bunday xatolarni tuzatish uchun siz o'z mehnat daftarchangiz va shu davrga oid boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Bu yerda ham aynan yuqorida aytilgan arxiv ma'lumotnomalari va mehnat daftarchasi nusxalari juda katta yordam beradi. 20 oygacha bu kabi xatolarni bartaraf etish jarayoni ancha sodda va tez kechishi mumkin. 6. Tadbirkorlik faoliyati va pensiya. Yakka tartibdagi tadbirkorlar yoki o'zini band qilgan shaxslarning pensiya staji soliq to'lovlari asosida shakllanadi. Agar siz tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsangiz, o'sha davrlar uchun soliq organlaridan ijtimoiy soliq to'langanligini tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni olishingiz kerak bo'ladi. Bu ham ayniqsa 2019-yilgacha bo'lgan davrlarga tegishli. Masalan, 2019-yilgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan bir fuqaroning soliq ma'lumotlari elektron bazaga to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Bu davrlar ham 20 oygacha rasmiylashtirilmasa, kelajakda yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bu jihatlarning barchasi sizning pensiya ta'minotingizning adolatli va to'g'ri hisoblanishi uchun muhimdir. Shuning uchun har bir holatni jiddiy ko'rib chiqing. O'ylamangki, mening holatimga bu ta'sir qilmaydi. Bu kabi beparvolik kelajakda qimmatga tushishi mumkin. Endi amaliy qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlar kerak? Har bir qadamni aniq va tushunarli qilib tushuntiraman. Birinchi qadam: mehnat tajingizni tekshiring. Eng avvalo, siz o'zingizning elektron mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlarni tekshirib olishingiz shart. Qayerda tekshirasiz? Yagona milliy mehnat tizimi ya MMMT portali orqali. Buning uchun mehnat. U saytiga o'ting va e-raqamli imzo eri orqali tizimga kiring. Agar eringiz bo'lmasa, uni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyPortGups orqali olishingiz mumkin. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilib, siz o'zingiz bilan pasport va mehnat daftarchangizni olib borishingiz kerak bo'ladi. U yerda mutaxassis sizga barcha ma'lumotlarni beradi va elektron tizimdagi holatingizni tushuntiradi. Nimani tekshirasiz? 2019-yil 1 yanvargacha bo'lgan barcha mehnat davrlaringizning elektron tizimga kiritilganligini va to'g'ri aks ettirilganligini sinchiklab ko'rib chiqing. Har bir ish joyi ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar. Lavozimlar mehnat daftarchangizdagi mos kelishiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam: zarur ma'lumotnomalarni olishga kirishing. Agar sizning elektron stajingizda kamchiliklar aniqlansa yoki yuqorida sanab o'tilgan holatlardan biri sizga tegishli bo'lsa, zudlik bilan kerakli ma'lumotnomalarni olishga kirishing. Bir arxiv ma'lumotnomasi, mehnat stajini tasdiqlovchi. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz ishlagan korxona yoki tashkilotning arxiv bo'limiga, agar u tugatilgan bo'lsa, tegishli hududiy davlat arxiviga murojaat qilishingiz kerak. Masalan, tuman markaziy arxiviga. Ba'zan yirik tashkilotlarning arxivlari ularning huquqiy vorisi bo'lgan boshqa tashkilotlarda saqlanadi. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga qaysi arxivga murojaat qilishni aniqlashda yordam berishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, mehnat daftarchasi asli va nusxasi. Agar mavjud bo'lsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari. Nimani yozish kerak? Arizada o'z ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, ishlagan korxona nomi, lavozimi, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalarni aniq ko'rsatishingiz shart. Mening staff korxonasida davrda staff lavozimda ishlaganligimni tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etishingizni so'rayman mazmunida yozing. Ariza 2 nusxada tayyorlanishi. Bir nusxasiga arxiv xodimining qabul qilganligi haqidagi muhri yoki imzosi qo'yilishi kerak. 2 o'qish davri haqidagi ma'lumotnoma. Qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'qigan oliy ta'lim muassasasi yoki kasb-hunar kollejining dekanatiga yoki arxiv bo'limiga murojaat qiling. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, diplom yoki attestat asli va nusxasi. Nimani yozish kerak? O'qigan davringiz, boshlangan va tugagan sanalar, fakultet, mutaxassislik ko'rsatilgan ma'lumotnomani berishni so'rab ariza yozing. Masalan, mening Stat universiteti fakultetida Stat yilgacha kunduzgi bo'limda tahsil olganligimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. O'tu. Bolani parvarishlash ta'tili yoki harbiy xizmat davri haqidagi ma'lumotnoma. Bolani parvarishlash, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar,
asli va nusxalari va agar mehnat daftarchasida yozuv bo'lmasa, sobiq ish joyingizning kadrlar bo'limidan yoki buxgalteriyasidan bolani parvarishlash ta'tilida bo'lganligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilinadi. Harbiy xizmat, harbiy guvohnoma asli va nusxasi bilan tuman shahar mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qilib, harbiy xizmatni o'tagan davringizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma olishingiz mumkin. 3-qadam, barcha yig'ilgan ma'lumotnomalarni pensiya jamg'armasiga topshirish. Barcha zarur ma'lumotnomalarni qo'lga kiritgandan so'ng, ularni 20 oygacha pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga topshirishingiz shart. Qanday topshirish kerak? Hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini olib boring. Nusxalarni mutaxassis bilan birga solishtirib, ularga asliga to'g'ri degan yozuv va muhim qilib imzo qo'yilishini talab qiling. Hujjatlarni 2 nusxada ro'yxat bilan topshiring. Bir nusxasi sizda qolsin, unda qabul qilgan xodimning imzosi, familiyasi va sanasi bo'lsin. Bu hujjatlarni topshirganligingizning isboti bo'ladi. Agar biror hujjatni olishga ulgurmasangiz-chi, agar 20 oygacha biror ma'lumotnomani olishga ulgurmasangiz, imkon qadar tezroq pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va vaziyatni tushuntiring. Ba'zi hollarda ular sizga qo'shimcha muddat berishi yoki maslahat berishi mumkin, ammo bu kafolatlanmagan. Eng yaxshisi muddat tugamasdan barchasini hal qilish. Bu jarayon biroz vaqtingizni talab qiladi. Ammo shuni unutmangki, bu sizning kelajakdagi pensiyangiz uchun qilinayotgan investitsiyadir. Bir necha kunlik harakat butun umringiz davomida olishingiz mumkin bo'lgan 100 minglab, millionlab so'm pullarni saqlab qoladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun biz pensiya ta'minotingizning muhim bir jihati, ya'ni 20 oygacha olishingiz shart bo'lgan 3 ta asosiy ma'lumotnoma haqida batafsil gaplashdik. Bular arxivdan mehnat stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, o'qish davri haqidagi ma'lumotnoma va bolani parvarishlash yoki harbiy xizmat davri haqidagi hujjatlardir. Unutmang, bu shunchaki qog'oz emas, balki sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz, o'qishingiz va hayotiy davrlaringizning rasmiy tasdiqidir. Bu hujjatlarni o'z vaqtida taqdim etmaslik natijasida pensiyangiz miqdori sezilarli darajada kamayishi, hatto ba'zi hollarda pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bugundan boshlab harakat qiling, tekshiring, murojaat qiling va kerakli ma'lumotnomalarni oling. O'zingiz va oilangizning moliyaviy kelajagiga befarq bo'lmang. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar, o'z mehnat stajingizni tekshirish yoki ma'lumotnomalar olish bo'yicha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda kelajakda ham shu kabi muhim va foydali ma'lumotlardan xabardor bo'lib turasiz. Salomat bo'ling.